Dunyoviy buyuk iqtisodshunoslar va ularning ta'limotlari nomli kitobdan parcha. Erkinlik jangchisi iqtisodshunos Friedrich Hayek. Qisqartılma nusxasi. Sovetning tarixshunosi deb qanday kishini deymiz? O'tmishni to'g'ri faraz qila olgan kishini Sovetning tarixshunosi deymiz. Ayni chaqda sobiq Sovet ittifoqida har 7 oilaga o'ttira hisob bilan birla mashina to'g'ri keladi ekan. Chunki avtomobil zavodining mashina yasash surati bak osti bo'lib, mashina sotib olmoqchi bo'lganlar pulni to'lab bo'lib, mashina qo'lga tekkicha 10 yil saqlaydi ekan. Bir kuni bir kishi zavodning setish bo'limiga berib, mashina zakaz qilib, pulni oldin to'lab bo'lgandan keyin mashina saqlovchi u kishining 10 yildan keyin kelib mashinasini elib olishini aytibdi. Shu an bu kishi "Atdiganda kelib elib olamdiman yoki keshdimi?" deb so'rabdi. Buni anglab o'ltirgan mashina sotuvchining yordamchisi hayron bo'lib, 10 yil saqlay olgan odam uchun atdigan yoki kesh deb ayirishning nima ahamiyati bor debdi. Chunki uyimning turbusini o'ngshaydiganlar 10 yildan keyingi shu kuni atdiganda uyim kelmoqchi bo'lgan edi debdi mashina zakaz qilgan kishi. Bir Amerikalik bilan bir Sovetlik bir-biri bilan o'zlarining davlatlarining yaxshiligi haqida munozaralashibdi. Amerikalik kishi debdi: "Mening davlatimda men Oqsaroyga kirib, prezidentning ustunini mushlab turib, prezident apandi, men sizning davlatimizni idora qilish usulingizni yoqtirmadim deb vaqirga olayman." Sovetlik debdi: "Menmi uni davlatimni qila olayman?" "Rasulullohmi?" deb so'rabdi Amerikalik hayron bo'lib ko'zini yo'g'on ochib. "Albatta" debdi Sovetlik kishi. "Menmi Kremlinga kirib, bosh sekretar Gorbachevning ustiga mushlab turib, bosh sekretar, men prezident Reaganning Amerikani idora qilish usulini yoqtirmadim deb vaqirga olayman?" Bir kishi KGBning ishxonasiga berib, o'zining shatutisining yo'qolib ketganligini ma'lum qildi. "Nimishqa yerlik saqchiga ma'lum qilmadingiz?" deb so'rabdi KGBning ofitseri u kishidan. "Sizlarga shatutimning yo'qolib ketganligini ma'lum qilish orqali shatutimning og'zidan chiqqan gapga mening qo'shilmaydiganligimni bildirib qo'ymoqchiman" deb u kishi sal jiddiylashib. Yuqoridagilar Amerikaning Cumhuriyetçiler Partiyasidan saylangan 40-navbatlik prezidenti Ronald Reagan apandining munosabatlik so'rovlarda ko'pchilikka aytib bergan sobiq Sovet ittifoqi haqidagi yumor chaqchaqlari bo'lib, ayni vaqtda ko'pchilikning qizg'in olqishiga erishib qolmasdan, hozirmi anglagan kishilarni kuldirdi ham o'ylantirdi. Prezident Reaganning aytishicha, u shu vaqtda Sovet ittifoqining fuqarolarining orasida aytilib yurgan yumor va chaqchaqlarni to'plashga erishman bo'lib, uning qarashicha, bu yumorlarda Sovet xalqining xushchaqchaq xarakteri yo'ritilib qolmasdan yana ularning Sovet hokimiyati bo'lgan noroziligi, masxarasi va u yo'l qo'ygan tuzumning to'g'riligi, ulug'ligi va sharafligiga bo'lgan shubhalarmi ifodalangan. O'tgan asrda insoniyatning tarixi yozilgan dunyoviy voqealardan Yevropada portilgan 1 va 2 dunyo urushlarini hamda Rossiyada Lenin boshchiligidagi kommunistlarning Charpadishani ag'dirib tashlab, Sovet ittifoqidagi hokim mutlaq hokimiyat, Sovet sotsial qizil imperiyasini qurib chiqishini, shundaqla shuningdan keyingi 70 yilda Amerikani boshqargan g'arb demokratik kuchlar bilan Sovet ittifoqini markaz qilgan kommunistlar hokimiyatlarining dushmanlashishi va yarim asrga so'zilgan sovuq munosabatlar urushi deb atalgan bu qarshilashishda g'arb demokratik ellarining g'olib kelishi va Sovet qizil imperiyasini o'z ichiga olgan Sharqiy Yevropadagi kommunistik hokimiyatlarning ag'dirilishi bilan og'irlashganligidagi voqealarni ajoyib tarixiy voqealar deb tasvirlash mumkin. Ajaba, bir chaqda dunyoga sig'may qolgan Sovet ittifoqining va 1989-yili Chexoslovakiyada yuz bergan Maxmal inqilobining turkisida demokratik o'zgarish yuz bergan Sharqiy Yevropadagi kommunist hokimiyatlarining orqadan g'ulab tushishi, bu hokimiyatlarning 90-yillarda shuncha ojiz,
hokimiyat rahbarlarining shuncha iqtidorsiz bo'lganidanmi? Buning javobini dunyoviy siyosiyonlar, olimlar, arboblar har xil sabablarga yig'inchoqlashdi. Ammo mening chiqargan yakunim mundaq. Sovet ittifoqi qatorliq hokimiyatlar yurgizgan tuzum insoniyatning erkinligiga dushman bo'lgani uchun puttirab tura olmadi. İnsanlar bu dunyoda o'zi bo'lib yashashga tirishadi. O'zi bo'lib yashash deganlik yo'r bo'lish, hayotda tanlash huquqlari va imkoniyatlari bo'lish deganlikdir. İnson qo'shiq to'ysil qanoatlanadigan hayvon emas. İdraklik, ma'rifatlik, normal bir inson hech qachon ham mangu hech kimning qurboni bo'lishni, qaysi bir kallasi qiyib ro'yi kasal bo'lib ketgan bosh sekretarning, qaysi bir o'z jamiyatining manfaatini o'ylaydigan podshoh yoki sultonning va yoki o'z tariqatini to'g'ri ko'radigan qaysi bir ruhoniyning pul, asri, cho'ri didigi bo'lishni xohlamaydi. U huquqdorlar mazlum xalqni ma'lum bir zaman asrlikka mahkum etsimi, ammo o'zlik iddisi kuchlik, o'zi bo'lib, o'r yashash orzusi mustahkam xalqni har qanday istibdod hokimiyat mangu bo'ysundirolmaydi. Ayni chog'da Sovet Qizil imperiyasi yo'l qo'ygan tuzumning insoniyatning erkinligiga dushman ekanligini, uning kishilarni qul qilish, o'rlikdan mahkum qilishning yangi bir shakli ekanligini o'ttirib qo'ygan az uchraydigan mutafakkur iqtisodshunoslarning biri dal Frederik Hayek bo'lib, uning buni so'zi hali ham kuchkiga. Chunki 21-asrdami bu xil qulluqni terildirayotgan zo'ravon hokimiyatlar mavjud. Odamlarning hammasiga barobar muomala qilishni emas, balki hamma odamni o'xshash qilishga urinish qulluqning yangi bir xil shaklidir. Har bir tarixiy sharoit o'ziga uyg'un mutafakkurlarni tug'di. Bu kishilar jamiyatga mavjud masalalar va asosli ziddiyatlarni kuzatib, tahlil qilib, avom ko'rmagan, his qilmagan ijtimoiy qonuniyatlarni bayqaydi hamda dunyoning kelajakdagi yuzilishiga qarata oldin ko'rarligiga qiyoslarni qilishidi. To'liq ismi Friedrich August von Hayek bo'lgan iqtisodshunos Friedrich Hayek 1899-yili ayni vaqtdagi Avstriya Vengriya imperiyasiga tava Venada tuvan darajadagi oqsunak martabasiga yetgan oila dunyoga kelgan bo'lib, 1917-yili Birinchi dunyo urushiga qatnashib Italiyada so'qishgan. 11 xil chet el tili so'zlanadigan bir qitimliq so'qish qatnashgandan keyin uning iddisida zo'r burilish bo'lgan. Shuning bilan uning diqqati va zehni siyosiy tashkilotlarning chatoqlariga hamda urush yuz berishining oldini olishga yordam etadigan shundaqla dunyoni insoniyat uchun yaxshiroq qilishga hassa qo'shadigan xizmatlarga bag'ishlagan. Shu qitimliq urushda uning komandiri uning iqtisodga oid kitobni bergan bo'lib, mush sababdan u sotsializmni yoqlaydigan ham uning qarshi turadigan ideyalar bilan uchrashgan. Birinchi dunyo urushidan keyin u Vena universitetidan qonun va siyosiy ilmlar bo'yicha doktorlik unvoniga erishgan bo'lib, u doktorlik o'qiyotgan mezgilda yana falsafa ham iqtisod ilmlarini o'rgangan ham tadqiq qilishga tushgan. Xuddi fanning har qaysi turlarida olimlarning tadqiqot obyektiga tutgan ko'z qarashi va tadqiqot metodlarida turli farq ham ziddiyatlar bo'lganiga o'xshash, iqtisod ilmi buningdan mustasno emas. Iqtisodshunoslar o'rtasida ilmiy ko'z qarash jihatdagi talash-tarishlar haqida mazkur kitobning 5-qismida tafsilroq to'xtalganim uchun bu yerda men Hayekning iqtisod ilmidagi Avstriya iqimiga mansub iqtisodshunos ekanligini aytib qo'yish bilan kifoya qilaman. Bu iqimdagilarning shaxslarning tanlashlarining iqtisodda o'ynaydigan rollari hamda iqtisodiy davriylik haqidagi qarashlari iqtisod ilmida asosiy o'rinda turadigan bo'lib, Hayek bu ideyalarga varislik qilib, uni rivojlantirgan. U 28 yoshida Avstriyaning iqtisodiy tadqiqot institutida mudir bo'lgan. 1938-yili Angliya fuqarosi bo'lgan. 1950-yildan keyin Amerika va Germaniyada yashab, 1992-yili 93 yoshda vafot bo'lgan. U 1974-yili iqtisod ilmi bo'yicha Nobel mukofotiga erishgan bo'lib, uning iqtisod haqidagi qarashlari nuqul holda iqtisodiy ta'limotlarga bo'lib qolmasdan muhimi, uning ideyalari siyosiyonlarning munoziralaridan o'rin olgan.
Hayekning iqtisodiy faoliyatlarda shaxslarning chiqargan qarorlari hukumatning markazlik planlash orqali chiqargan qarorlardan ustun turdi degan iddiasi hamda uning sotsialistik iqtisodiy tuzum uzun bormaydi, kishilardagi xususiy erkinlikka bo'lgan intilish favqulodda bir kuch degan qarashlari 1990-yillarning 5-ida Sovet ittifoqining parchalanishi natijasida isbotlangan. Aytilishicha, Angliyaning sobiq bosh ministri Tömür ayol Sacher xonim Oksford universiteti chig'ida Hayekning qulluq tutashgan yo'l degan kitobini o'qigan bo'lib, uning qo'l so'mkasidan Adam Smithning kitobi bo'lgan Milliy boylikning ishrab qilinishi bilan Hayekning erkinlikning asos qonuni degan kitobi, ya'ni mush ikki kitob hech qachon ayrilmagan. Sacher xonim 1975-yili Angliya konservativlar partiyasining rahbari bo'lib saylanib, uzoq o'tmay Hayek bilan erkin bozor tuzumini tashabbus qiladigan iqtisodiy ishlar institutining bosh markazida maxsus ayrim ko'rishib suhbatda bo'lgan. Hayek haqidagi bu mavzuning beshida men Amerikaning sobiq prezidenti Ronald Reaganning Sovet ittifoqi haqida dunyo jamoatchiligiga aytgan chaqchaqlarini aytgan edim. Yosh vaqtida Hollywoodning kino artisti bo'lgan Reagan apandi ham ilm-xumor izlanguchi bo'lib, u ayni chog'dagi hayot iqtisodshnoslardan Hayek bilan monetarizm, ya'ni pulizm iqimining asoschisi, yana bir buyuk dunyoviy iqtisodshunos, Nobel iqtisod mukofotining sohibi Milton Friedmanlar bilan do'st bo'lib, davlatning iqtisodini idora qilishda, dunyoning siyosiy vaziyatini kontrol qilishda va demokratik kuchlarning Sovet qizil imperiyasi bosh bo'lgan Sharq lagerini mag'lub qilishda musha ikki iqtisodshunos do'stidan maslahat oldi desak, xato ketgan bo'lmaymiz. Bo'libmi, Reaganning Sovet territoriyasi ichida tarqalib yurgan chaqchaqlarni to'plab dunyo jamoatchiligiga aytishi asli maqsadidan aynib cherib ketgan u tuzum va u hokimiyatning iqtisodiy tuzum jihatdagi unumsizligi, siyosiy tuzum jihatdagi mustaqilligi, tashviqot jihatdagi yolg'onchiligini ustulik bilan ichbagan. Hatto Reagan o'zining prezidentlik saylanma musobaqasida Hayekning kitobidan uzundilib, o'zi prezident bo'lib saylansa, emgakchi ommaning gajgisiga minib oladigan, ularning yanchig'ini kontrollaydigan hukumatning qilmishlarini to'xtatganligini aytib, saylag'ichi ommaga xitob qilgan va uning unumini ko'rgan. Vazifaga o'tirgandan keyin hukumat apparatlarini ixchamlagan, bajni kesgan. G'arb jamiyati Hayekning iqtisod boshqarishda erkinlikka kafolat qilish tashabbusini qizg'in qarshilashgan bo'lsa-mu, uning siyosiy va falsafiy qarashlari Sharqiy Yevropa ellarida cho'nqur aksada yaratgan. Bo'lib, uning Gitler Germaniyasi davridagi hayot kechirmashlari va kommunist Sovet ittifoqini ko'zish asosida yozib chiqqan qulluq tutashgan yo'l degan asri ajoyib zo'r ta'sir qo'zg'agan bo'lib, Sharqiy Yevropada ko'tarilgan mahmal inqilobining rahbarlari Hayekning kitobini ajoyib qizg'inlik bilan o'qishgan va o'zlarining inqilobining g'alaba qildig'iga bo'lgan ishonch ochgan. Milton Friedmanning aytishicha, Hayekning kitoblari tarjima qilinib, ko'plab besib chiqarilib, kommunistik ellarda yo'shirin shaklda tarqatilgan va qarang'i bozorlarda sotilgan bo'lib, uning qarashicha Hayekning asarlari Sovet ittifoqining g'ulishini keltirib chiqarishda zarur bo'lgan iddiviy muhitning shakllanishiga kuchli ta'sir ko'rsatgan. Undaqda Hayekning muhim ta'limotlari nima? Uning iqtisodiy ta'limotlarini buni nuqtalarga yig'inchoqlash mumkin. Birinchi, u iqtisodiy davriylikni o'ziga xos holda tushuntirgan. Erkin bozor tarafdori bo'lish bilan u Adam Smithning millionlagan yakka odamlarning chiqargan iqtisodiy qarorlarining qo'llik kuchi zo'r bo'ladi degan ta'limotni qabul qilgan bo'lib, agar shunday bo'lsa, iqtisod ish minish kerak edi, ammo nemishqa ba'zida chekinadi deb fikr yurgizgan. U iqtisodiy faoliyatlarning tuzsiz shaklda emas, balki egiz past holatda bo'lganligini ko'ra olgan. Uning iqtisodning davriylik nazariyasi o'simning tabiiy nisbati deb atalgan iddia asosida turilgan bo'lib, bu nisbat jamiyatda omonat qo'ygan pul bilan selingan mablag' tanglashgani shakllandi. Dal mush nuqtada iqtisod tang holatga yetadi deb qaraydi. Iqtisodiy davriylikning o'xshamagan vaqtlarida o'simning bozor nisbati, ya'ni kishilar ishlatilish uchun qarz oladigan pulning narxi o'simning tabiiy nisbatidan yuqori yoki tuvan bo'lgan chaqda, ya'ni tavrinib turgan chaqda iqtisodiy tangqonlik saqlanmaydi. Darajadan tashqari kredit berish va haddan ziyod mablag' solishning yuz berishi kengroq bo'lgan pul siyosatining tufaylidan bo'lib,
Şirketler kelgüsüde qo'lga kelgan payını qo'lishib, qarz elish orqali uzluksiz mablag' solishdi. Hayek bu yerda muqim holda tadrijiy mengayotgan iqtisodiy faoliyatlarning tizlashib qisqa vaqtning ichida ko'tarilishini va bu xil tiz eshishning kasatchilikqa elib bordiganligini va undan keyin iqtisodning asli kelishga boshlashdak yangi bir davrni boshdan kechirdiganligini ko'rib yetgan. Ikkinchi, u Keynes bilan kaskin ilmiy munozaraga tushgan. Makrolik iqtisod ilmining otasi deb atalgan Angliyalik iqtisodshunos John Maynard Keynes bilan Hayekning ilmiy munozarasi ham jidali iqtisod ilmiy sohasiga to'nish. Oldi bilan ularning har ikkisi 1920-yillardagi iqtisodning gulinish ham 1930-yillardagi iqtisodiy kasatchilikni boshdan kechirganlar bo'lib, masalaning mohiyatiga ham uni hal qilishning chorasiga qarata ko'z qarash jihatdan ular bir-biriga tubdan qarama-qarshi. Hayek iqtisodiy tangpunlik buzilganda iqtisodiy faoliyatlarni o'z mayliga qo'yish bilan birlikda iqtisodning ishlab chiqarish sohasida tangshash olib berishiga yo'l qo'yishni tashabbus qildi. Ya'ni u iqtisodda masala ko'rilganda uni ta'minlash tarafdan hal qilish chorasini ko'rsatdi. U bozorning erkin shaklda harakat qilishini hukumatning zinhor qo'l tiqmasligini taraf qildi. Keynes bo'lsa iqtisodiy masalalarni talab nuqtasidan kuzatib, kasatchilik yuz berishining sababini bozorda talabning yetarli bo'lmaganligi tufaylidir. Boylik deb qarab, boyliqlarning to'liq ishlatilmaganligiga bog'laydi hamda hukumatning iqtisodga aralashishini talab qilib, hukumat iqtisodga aralashgan vaqtda talabni g'idiqlaydigan omillarni, ya'ni usullarni qo'llanish kerak deb qaraydi. O o'sim nisbati tuvanlatib, ya'ni o'sim nisbatini tuvanlatib, hukumatning chiqimini orttirgan vaqtda iqtisoddagi kasatchilik ojizlaydi. Natijada iqtisod asliga keldi degan. Hayek bo'lsa Keynesning bu tashabbusini yuqori pul baholarni keltirib chiqarib o'tdi deb qaragan. Yosh jihatda Hayek Keynesga qaraganda kichik bo'lib, o Keynesning qarashlariga tanqidiy fikr yozganda, Keynesni ko'zga ilmaslik aks etgan iboralarni ishlatgan. Buning chidab tura olmagan Keynesmi Hayekka nisbatan ba'zi bo'lmag'ur iboralarni ishlatgan. 3. Baho bilan bilimning bog'lanishi haqida to'xtalgan. Hayek erkin bozorning ma'lum bilgilarni shu bilimlardan foydalanib yaxshi qaror chiqara oladigan kishilarga tortishda muhim rol o'ynaydiganligidan hayron qolgan. Uningcha obyektiv sonliq ma'lumot deydigan narsa mavjud emas bo'lib, kishilar qaror chiqarishganda shu vaqtdagi bilgisini asos qilib qaror chiqarishidir. Shunaq bo'lganlikdan erkin bozor bir turarliq idea yoki o'zgarmas organ emas. Iqtisodning taraqqiy qilishi bilimning taqsimlanishiga bog'liq bo'ladi. Millionlagan iste'molchilar va ishlab chiqaruvchilar har turli tuman sifatli uchurlarni ilib yurgishlar bo'lib, ular bir-biri bilan ilm berim qilishganida yangi signal va yangi uchurlarni tarqatishdi. Shuning bilan ko'pchilikning bilimini oshirishga qo'shdi. Hayekning qarashicha, erkin bozordagi baho mexanizmi kishilarning mukammal bilim bo'lmaslikdagi ojizligidan ustun kelishda tayinlangan kuchli quroldir. Bahodagi har bir o'zgarish kishilarga yangi uchur berdi. Kishilar bu yangi uchurlarni hazm qilib, o'zlari uchun a'lo bo'lgan qarorlarni chiqarish oladi. Mushu ma'nodan olganda, bozorning tangpongligi bir holat emas, balki bir jarayondir. 4. Falsafiy va iqtisodiy sabablar asosida hukumatning igilikni markazlik planlashiga qarshi turgan. Erkin bozorning boyliqlarni eng unumli shaklda taqsimlaydiganligiga va iqtisodning o'z-o'zini tanglab, to'g'rilab mangdiganligiga bo'lgan cheksiz ishonch haqidagi qarashlari, ta'limotlari Hayekning siyosiy falsafasining asosini solgan. Friedrich Hayek shaxsning erkinligining kuchli qo'llovchisi, ya'ni shaxsiy erkinlikning kuchli qo'llovchisi bo'lib, u hukumatning xususlarning hayotiga aralashishiga keskin qarshi turgan. U hukumat iqtisodga aralashmaganda, yenik bo'lganda iqtisodni nako qiladi, egri bo'lganda diktatorlikni keltirib chiqarib erkinlikni bo'g'di deb qaragan. Hayekning dastlabki ideyalari
erkin bozorning boyliqni a'lo holda taqsimlash orqali gullanishni barliq keltirganligi haqida bo'lsa, keyingi ideyalari dunyoning demokratiyasini va erkinligini qo'g'dash haqida bo'lgan. U mundaq deb qaragan. Jamiyatdagi hech biraylarning ijozatsiz holda hukumat apparatlarının hamma sohani bevosita holda o'z changiliga ilib olishi oxiri hukumatning shaxsiylarning erkinligini bo'g'ishni keltirib chiqardi. Hayek albatta hokimiyat apparatlarini butunlay inkor qilgani yoki hukumatsizlikni tashabbus qilmagan. Ammo Adam Smithga o'xshash hukumatning o'ynaydigan roli kuchlik, ya'ni kuchlik qonuniy vositalar orqali erkin va adil bo'lgan sudni rivojlantirish, xususlar o'tishni chiqarmaydigan ommaviy tovarlarni, masalan, yo'l, maktab, doktorxona, ko'rik qatorliqlarni yasash, ya'ni mushu vazifalarni ustiga elish kerak hukumat deb qaragan. U yana xuddi Adam Smithga o'xshash mazlum kishilarga hissdoshlik pozitsiyasini tutgan. U hukumat har bir puhrani, bo'pma ahvoli nachar har bir puhrani öy va haqsiz sog'lomlik mulozimati bilan ta'minlash kerak deb qaragan. Uning shaxslar jamiyatning yildizi bo'lib, markaziy, ya'ni markazdagi planlovchilar doğruyanmaydigan ijtimoiy narsalarni paydo qila oladi. Hukumat xodimlari mayli qanchalik donishmand yoki yaxshi niyatli bo'lsin, ularda iqtisodiy sistemadek murakkab sistemani boshqara oladigan to'g'ri uchur bo'lmaydi. Bir jamiyat uchun eng to'g'ri bo'ladigan shaxsiylarning, ya'ni kishi xususlarning o'zining bilimi doirasida qaror chiqarishga yo'l qo'yishdir degan qarashda bo'lib, bu qarash ham dunyodagi 100 millionlagan kishilarni qoyil qilib kelmoqda. Ma'lum ma'noda aytganda, Hayekning iqtisodiy ta'limotlarini 18-asrda yashab o'tgan Adam Smithning iqtisodiy ta'limotlarining 20-asrdagi yangilangan nusxasi deyishga bo'ladi.